Salom do'stlar. Bugun telefonda hujjatni tez va sifatli skaner qilish sirlarini sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Ayniqsa, qo'l qo'yilgan muhim hujjatlarni. Bunday ishlarni tez va oson, sifatli qilishda bizga yordam beradigan dastur bu CamScannerdir. Dasturni Google Play yoki App Store'dan bepul yuklab olish mumkin. Dastur bilan ishlashdan oldin bir muhim maslahatni aytib o'tmoqchiman. Dastur bilan ishlayotgan paytda yorug'lik juda ham muhim hisoblanadi. Aynan quyoshni yorug'i tushib turgan va o'shanga yaqin bo'lgan joyda, ya'ni soya bo'lgan joyda, lekin quyoshga yaqinroq, faqat soya bo'lgan joyda tasvirni olish tavsiya qilinadi. Sababi, agar siz xonada chiroq yorug'ida tushirmoqchi bo'lsangiz, soya tushish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Ya'ni rasm tushirganingizda o'zingizning soyangiz yoki boshqa soyalar tushib qolish ehtimoligi katta bo'ladi. Va unda rasm tushgan paytda tiniq tushadi, lekin soya bilan qo'shilib tushgan evaziga biz uchun muammo bo'ladi. Endi dasturni ochamiz va hujjatni tekst yuzaga qo'yib, telefon kamerasi orqali suratga olamiz. Ketdik. Dasturni ochdik. Bu oldin ishlaganimiz. Chak. Ruxsat beramiz. Mana kamera belgisi bor pastda. O'sha kamera belgisi orqali suratga olishga boshlaymiz. Mana ko'rib turganlaringdek quyosh tushib turibdi va biz aynan quyosh tushgan joyda emas, sal soyaroq joyda hujjatimizni mana tekstlab qo'yib oldik va kameraga tushirib rasm o'chiramiz. Mana tushdi. Dastur avtomatik tarzda hujjat chegaralarini aniqlaydi va fonni kesib beradi. Kerak bo'lsa, burchaklarni o'zimiz ham sozlashimiz mumkin. Suratni olganimizdan keyin tasvir sifatini tekshiramiz, kontrast, yorug'lik va tiniqlilikni sozlab, hujjatimizni yanada sifatli qilishimiz mumkin. Keling, saqlab ko'raylik. Saqlashimizdan oldin bizda bir nechta shablonlar tavsiya qilyapti. Mana bu original holati, light holati salgina yorug'lik qo'shib beradi. Magic color xususiyati bor, to'liq oq-qora to'shaydi va yana bu yerda har xil demak bizda fonlari bor. Ba'zi bir fonlarni hozir olmayapti, sababi biz hozir buni bepul variantdan foydalanyapmiz. O'zi aslida CamScanner dasturi bu pullik dastur hisoblanadi. Agar biz pullik obunasini sotib oladigan bo'lsak, dasturdan to'laqonli hamma imkoniyatidan bemalol hech qanaqa to'siqlarsiz foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu ham pullik ekan. Xo'p, buni tekshirib ko'ramiz. Mana birma-bir hammasini o'tkazib tekshirib ko'ryapmiz, bizga qaysi biri ma'qul keladi. Xo'p, menimcha bizga light varianti yaxshiroq yoki original varianti. Light qo'yaylik, sal yorqinroq ekan. Xo'p, endi pastdagi fichkani bosamiz. Yana bir narsani aytib o'tish kerak, bu ilova, ya'ni bu dastur sun'iy intellekt bilan ham integratsiyalashib ishlaydi, faqat sizlarda pullik obuna bo'lishi kerak akkauntlaringda. Shundagina qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Mana qisqa vaqt ichida professional hujjat skaneringiz tayyor. Videoga like bosishni va do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang.